Katyolda sifatlisini, narxi hamyonbopini, kam rasxotini oqtaryapsizmi? Bu videomiz aynan siz uchun. O'zimizda Farg'ona, Marg'ilonda mana shunaqa best boiler katyollarni ishlab chiqarishyapti. Eng qizig'i xolasalaring utiblit qilingani, xolasalaring oddiy holatdagilari bor ekan. Buni o'zimizning qadrdon akamiz, Sirojiddin akamiz ishlab chiqaryaptilar. Assalomu alaykum. Rahmat tog'a, videomizni buzmaydi-desiz. Yaxshimisiz aka? Siz charchamayapsizmi? Best boiler katyollarni ishlab chiqaryapsiz ekan aka. Birinchi o'rinda aka sifatiga bir o'zingiz tushuntirishlar bering. Sifati qanaqa, mahsulotlari qanaqa? Aka, katyolimizni listlari ichki qismi 4 mm li listlardan, tashqi qismi 3 mm li listdan aka. Rossiyskiy listlar ishlatamiz aka. Xo'p, ichi 4 mm. Bu og'izlari 2 qavatmi shunda? Ha, ichki qismi o't yonadigan joyi 4 mm aka. Tashqi qismi 3 mm dan aka. 3li. Xo'p. Hamma yo'q yangi aka. Bez uloq aynaqa uloq tayyor bo'laveradi. U bu bas aka. Kuldonigacha bez uloq aka. Hamma yo'g'i. Hamma yo'g'i bez uloq. Yangi, hamma yo'g'iga yangi narsa ishlatamiz aka. Ana akalar. Turbalari ham yangi. Aka, turbalari ham rossiyskiy aka. Hatto sifatga ishlanyapti ekan-da aka. Aka, qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz aka. Xalqimiz maza qilsin deb. Xo'p. Endi aka rasxotlari qanaqa o'lchamlilari bor aka? Xo'p, aka bunimiz 15 kilovatligimiz 200 kvadrat radiatorga 150 kvadrat topli polya beramiz aka. Bunimizni 330 kilovatligimizni 300 kvadrat radiator 250 topli polya beramiz aka. Xudo xolasiga bir sutkasiga 40 kilo rasxot qiladi. 40 kilo bir sutkasi. Faqat ko'mirmi yoki kuniga ham yonadi? Aka, xoka bilan ko'mir 50 ga 50 qo'shib yonaveradi. Ko'mir tanlamaydi aka. Farqi yo'q. Qirg'iz, qozoq Luboyini yoqaveradi aka. Bo'laveradi. Xo'p, endi hozir qarang, mana bu ikkovi bir xil razmermi? Ha, ikkovsi bir xil. Bittasi utuplit bo'lgani, bittasi bez utuplit aka. Xo'p, endi sizdan xarid qilishsa, komplektlariga nima kiradi aka? Komplektiga ehtiyot qismi soldatchi, ventilator, miya, sudatchi hamma yo'q beramiz aka. Beriladi. Xo'p, endi aka garantiyalari qanaqa? Garantiya, xudo xolasa 1 yil garantiya beramiz aka. Hech qanaqa nimasi chiqmaydi aka. Bezatkaz ishlab beraveradi aka. O'zlaringda tekshiruvdan o'tkaziladi. Hamma yo'q aka, davleniyada tekshiramiz aka, birinchi sinaymiz aka o'zimizda aka. Endi vohaga aqabaqa dastavka bo'lsa, vohaga borib, ali nimalarni tekshirib kelgandan ko'ra, shu yerda o'zimiz tekshirib kelganimiz ma'qulroq aka. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, endi aka aloqaga chiqishsa, dastavka masalalari qanaqa bo'lyapti? Vodiy ichida dastavkalarimiz bepul, voha boshqa viloyatlarga kelishilgan holda aka. Ag'iga kelishilgan holatda bo'ladi. Vodiy ichida bepul qilib beramiz. Endi aka, misol uchun eng kichkinasi mana shumi 15 kilovat, hozir 15 kilovatligimiz bilan 30 kilovatligimiz bor. Zakazga asoslanib qilib beraveramiz. Nechilari bor yana? Aka 30, 40, 50, 100 hammasidan bor aka. Eng kattasi hozircha 100 lik bor. 100 kilovatligimiz 1000 kvadratgacha isitib beradi. Tushunarli. Xo'p, endi akalar kimga mana shunaqa katyollardan kerak bo'ladigan bo'lsa, Sho'x akam o'zlariga aloqaga chiqishlari mumkin. Aka, bu qanaqangi uslubda ishlab chiqariladi? Qanaqa nima deydi? Best boiler brendi qanaqa jarayonlardan o'tib chiqadi? Aka, o'zimizda dizaynlash nimasi bor. Lazerimiz ham hamma yo'g'imiz o'zimizdan ishlab chiqaradi. Atga-batga borib chiqartirib netmaymiz aka. Ko'rsatsak bo'ladimi? Bemalol aka. Marhamat, kirsak aka, ishga ketdi yana aka. Lazeri ham o'zlaringda. Hamma yo'q o'zimizda aka, mana. Kesib akani buklab jo'natyapmiz aka. Mana bular qayerga ketyapti? Yazavonga. Shopir aka, uzr so'raymiz. Qo'llarni solib o'tib ketdilar. Bu yerda lazer sex, ha? Bu yerda lazer sex aka. To'rtta lazer apparatimiz bor. Hammasi ishlayapti. Kesilish jarayoni. Mana. Xullas, mana shu yerda listlar bo'ladi, o'sha listlar kesiladi. Hozir akamiz ehtiyot qismlarni kesib olib bo'ptilar. Mana bu 3 ta palasani ham kesibdilar. Bu turba gipmi?
Listagi. Listagi. Ana shunda bukamiz. Hali hamma choklarni kesib yurmaymiz. Aha. Iloj boricha chok kamaytirgani listagipimizda bukib zamonalashtirishga harakat qilyapmiz aka. Mana уже listagi ham bor ekan. Demak, narx jihatdan ham aka narx yengilroq ekan-da, chunki ko'p narsa o'zlaringda Aka, ekan. katyolga nisbatan ancha narxlarimiz arzon aka. Effektiga nisbatan aka. O'zan bitta katyollar oldiga chiqaylikda narxlarni tushuntirib bering aka. Turing. Mana kesilgan holat akalar. Mana aka bukilgan holatlari ham aka. Zavodiy qilib bukamiz aka. Hamma Chok yo'g'ini. pok tushmaydi aka. Xo'p. Sal qoldi sizlarga video olaman deb. Kobulta aka olib ketib olardilar. Xo'p, aka narxlariga to'xtalib o'ting. Aka 15 kilovatligimizning narxi 8,5 million so'm. Bez utuplit bo'lgani, Aha. 9,5 million so'm utuplit bo'lgani aka. Aha. 30 kilovatligimizniki 12,5 million so'm bez utuplit. Mhm. Utuplit qilib berishimiz mumkin. Zakaz asosidan 14 million so'mga aka. 14 million so'm. Aha. Akalar kimga mana shunaqa base boiler katyollardan kerak bo'ladigan bo'lsa, qishda g'amini yoz deyish kerak. Demak, akalar sizlar ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqib, xonadonlarning razmerini aytib, o'zlariga kerakli bo'lgan katyollarni xarid qilishlaring kerak. Aynan base boiler orqali akalarimizni o'zlaridan hamma yo'q chiqayotgani uchun narxlari ham ancha hamyonbop bo'lyapti ekan. Va aka nima deymiz? Video davomida xato kamchiliklar bo'ldimi? Aka, hatto kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Santexnika magazinlarimiz bo'lsa ham ishlaymiz aka. Ha. Shartnoma asosida aka. Yetkazib berilaveradi. Ulgut berishga harakat qilamiz aka. Xudo xolasa. Katta ob'yomlarga ham chiqarib beraverasizmi aka? Inshaalloh Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha necha kvadrat deysiz, harakatini qilib beramiz aka. Bo'ldi. Ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar aka. Vaqtingizni oldim. Salomat Vaqtingizga bo'ling. rozi bo'ling. Sog' bo'ling.